Agarda bu yigit Luka Modrich rassom bo'lganida unga shundoq berib qo'yardingiz kistni va u oyog'i bilan sizga san'at asari chizib berardi. Va oyog'ining qaysi qismi bilan? Tashqi qismi bilan. Mashhur tasvir trivial. Agar u shoir bo'lsa, shunaqa bir tashqaridan ma'no olib kiradigan darajadagi iste'dodli shoir bo'ladi. Umuman san'atkor yigit Luka Modrich eng yaxshi bo'lgan. Luka Modrich oltin to'p oldi. Yaqin o'tmishga qarasak, Modrichdagi futbolchi kamyobligini ko'ramiz. O'ta noyobligini ko'ramiz, do'stlar. Bu futbolchi Madridning Real klubiga kelganida hamma uni mem qilgan edi. Juda yomon mavsumlar o'tkazgan edi boshida. Hatto ketadi deb o'ylashgan edi. Uni birdaniga o'ynatib yuborgan Carlo Ancelotti bo'ladi. Yillar davomida Modrich o'sib boraverdi, katta futbolchiga aylanib boraverdi. Oxir oqibat mana qariya bo'lganda ham Kroos ikkalasi markazning yuragi ekanligi ma'lum bo'ldi. Yuragi bo'lib o'ynab berishgani ma'lum bo'ldi. Ana shunday yurak hozir to'xtadi. O'qib chiqing, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p futbolchilar Modrich bilan qanday xayrlashyapti. Lamin Yamallargacha raqib jamoa vakillari tomonidan ham yangrayotgan so'zlarni ko'rib turib, Modrich hamma tomonidan e'tirof etilgan bir o'zgacha futbolchi ekanligini bilyapmiz.